Germaniya texnika va texnologiyalari butun dunyoga mashhur. Germaniya avtomobillarining sifatini esa butun dunyo tan olgan. Xulosa qilib aytganda, haqiqiy nemischa sifatli mahsulotlar yurtimizda ham bo'lishini istaymiz. Lekin hozirgi kunda Germaniyada keng qo'llanilib kelayotgan eko stikerlar ham bizning yurtimizda joriy etilsa. Xo'sh, bunga yurtdoshlarimiz qanday fikrda? To'g'ri deb o'ylayman-ki, chunki katta mashina shaharga kirmasa, iloji boricha-da havo yaxshi bo'ladi aka. Shu yaxshi bo'lsa kerak, Germaniyada yomon narsa qilish bo'lsa kerak aka. Bu boshqa davlatlarda qo'llanayotgan bo'lsa, bizda ham shu narsa qo'llanish kerak, chunki rivojlangan davlatlar qatoriga kiryapmiz-ku. Demak, bizda ham bu narsa bo'lish kerak-da. Odamlar avtotransport eski mashinalar ko'p bo'lsa hali. Bu insonlar tomonidan keltirib chiqariladigan muammolar havoni ko'proq zararlaydi. Bulardan bittasi avtomobil ham kelib turadi. O'shanda avtomobillarda qanchadir miqdordagi zararni bilish uchun, qaysi ko'proq zarar beradi, qaysi ko'proq, kamroq o'shani bilish uchun ham shunday qilish yaxshiroq. Shaharda mashina ko'p, havoni tozaligiga ham yordam beradi deb o'ylayman. Hozirgi kunda respublikamizda ekologiyani yaxshilash bo'yicha juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shulardan bittasi shu avtomobillarga stiker berish. Bu faqat shu ekologiyani yaxshilashga, odamlar shu ekologiyadan nima deydi, toza havoda yashash uchun, ertaga sog'lig'iga foyda qilish uchun shu narsa o'ylab topilgan deb o'ylayman. Qay darajada o'zini oqlaydi, men hozircha o'zimning fikrimni ayta olmayman. Tabiatga zarar beradigan mashinalar bo'lmasligi kerak aslida. Mashina soz holatda bo'lishi kerak. Meni tushuncham bo'yicha baribir odamlar o'zi shunga qarab turganda ham yuz qo'lini yuvadi, tozaligiga qaraydi, ekologiyaga ham anaqasiga pasbalaniga qarash kerak. Men to'g'ri deb o'ylayman, lekin qolganlarning fikrini bilmadim. Ekologiyani saqlash kerak haqiqatan ham. Kimnidir mashinasi nosoz bo'lsa-ki, biz zarar ko'rishimiz kerak emas-ku.